berasiz, oliy navli eng zo'ridan berasiz. Mana aka, oliy navli bu. Eng yaxshisi. Rahmat. Eng yaxshi shumi? Eng zo'ri mana shu aka. Bugun faqat yaxshisini olishim kerak. Rahmat. Assalomu Assalomu alaykum. Keling aka. Har doimgidami? Bugun har doimgidan emas. Bugun yoqsiz eng yaxshi joydan berasiz. Bo'ldi aka, qol. Mana aka. Rahmat. Sog' bo'ling. Baraka toping. Rahmat. Sog' bo'ling. Bu videorolikni shu joygacha ko'rishingiz tasodif emas. Sizda ham o'z hissangizni qo'shish imkoniyatingiz bor. Sharoitim yo'q, ilojim yo'q demang. Pul mablag'i bilan bo'lishish shart emas. Kasb hunaringiz, qo'lingizdan keladigan ishingiz bilan ehson qilishingiz mumkin. Sartarosh bo'lsangiz, yetim bolalarning sochini olishlik bilan, savdogar bo'lsangiz, o'z mahsulotingizdan bir qism ehson qilishlik bilan yoki ilmingiz bo'lsa, ilm o'rgatishlik va hokazo. Har bir amalga 700 barobargacha savoblar ko'paytirib beriladigan oyda siz bu 700 ni 8000 ta amalga ko'paytirasiz. Chunki bu oyda 8000 ta oilaga yaxshilik, ehson ulashishni niyat qilganmiz. O'ylaymizki, bu misli ko'rilmagan savobni olish imkoniyatini qo'ldan boy bermaysiz. 700 8000 ko'paytirib kalkulyator ishlamay qoladi. Zo'r loyiha o'ylangan. Alloh muvaffaq qilsin.